Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Bugungi video roligimiz mana shu qurilishi bitmagan xonadon haqida bo'ladi. Bu xonadon nech xonadan iborat, nech sotixga, qanaqa holatda tushgan? Albatta video davomida sizlarga batafsil ma'lumotini beramiz va shu holatga kelguncha nech pul ketgan bu haqida ham video davomida aytib o'tamiz. Albatta videomiz siz uchun foydali bo'lsa, bir dona laykni bosib, kommentariyaga videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng o'z fikringizni yozib qoldiring, bo'lmasam biz videomizni boshladik. Siz ko'rib turgan bu xonadon 6 sotixdan iborat, ya'ni 20 metrga 30 metrga joylashgan bo'lib, bu xonadonimiz 7 xona va bitta 8 metrli zaldan iborat. Video davomida ana o'sha xonalarni ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu xonadonimizni ko'cha tomonimizga mana shunaqa rim ustunidan 2 dona o'rnatib, kazirok chiqarilgan. Darvozaga suv urmasligi uchun endi sizlar bilan ichkari tomonga qarab yo'l olamiz. Kiraverishda bizni darvozaxonamiz kutib olmoqda. Razmeri bilan birgalikda aytib o'tishga harakat qilaman. Darvozaxonamizning razmeri 3.60 ga 780, ya'ni 8 metr. Mana bu devorni qiridan mana bu tomongacha 8 metrga 3.60 santimetrli darvozaxonamiz mavjud bizda. Undan tashqari chap tomonga nazar tashlaydigan bo'lsak, xo'p, chap tomonimizda ham darvozaxonani ulanib ketish qismi bor. Bu yerga ham keyinchalik suv urmaydigan holatga keladi, chiroyli holatda bo'ladi. Endi do'stlar, kelinglar, bu chap tomonda emas, o'ng tomondan boshlaylik. O'ng tomonimizda bizni bir dona ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan mehmonxonamiz kutib olmoqda. Bu mehmonxonamizning razmeri, ichini aytaman do'stlar, 3.5 metrga 780 santimetr, ya'ni mana bu devorni qiridan bu devorgacha xonaning ichki qismi 780 ga 3.5 metr. Mehmonxonadan chiqarishimizda bizni mana shunaqa naves kutib olmoqda. Bu ochiq naves. Mana bu burchakka yozgi oshxona bo'ladi. Narigi tomon, o'sha orqa tomonga o'tib ketish qismi, u tomonni ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Iloji boricha qisqaroq gapirishga harakat qilaman, hurmatli do'stlar. Xo'p, ketdik. Mehmonxonani ko'rdinglar, ikkita rom o'rnatilgan mehmonxonamizga. Bu yerda hurmatli obunachilar, ikkita oila uchun mo'ljallangan xonadon, ya'ni ota-ona bu tomonda yashasa, farzand kelin bilan bu tomonda yashashligi uchun mo'ljallangan. Shuning uchun ikkita perixoshka qilingan bu tomonga. Mana bu tomondan ota-ona kirib ketadigan bo'lsa, bu tomondan yoshlar, ya'ni yosh er-xotin kirib yashashligi uchun mo'ljallangan. Ikki tomondan perixoshka qilingan. Bu haqida ham batafsil aytib beraman. Xo'p, ketdik. Mana bu bitta mehmonxonamiz, asosiy mehmonxona katta bo'lgan va mana bu tomonda ham, chap tomonimizda ham bu erkaklar uchun bo'ladigan bo'lsa, bu ayollar uchun mo'ljallangan mehmonxona. Xo'p, buni razmeri 6 metrga, ichi 3.5 metr, ya'ni uzunligi 6 metrga 3.5 metr. Endi bu yerda bizda perixoshkamiz mavjud. 2.5 metrga 2 metr bo'lgan perixoshka va mana shu perixoshkadan kiradigan bo'lsak, xo'p, mana bu burchak qismda chap tomonimizda 5 metrga 3.5 metrli yotoqxona, spalni, ya'ni kattalar yotoqxonasiga mo'ljallangan spalni mavjud. Endi bu tomondan chiqadigan bo'lsak, to'g'rimizda bizni qishki oshxona kutib oladi. Bu qishki oshxona uchun mo'ljallangan xona, ya'ni 6 metrga 3.5 metr. Bu yerda o'tirib choy ichsa ham bo'laveradi va undan tashqari mana bu zalda o'tirib choy ichsa ham bo'laveradi. Mana bu yeri figurali perixoshka bo'ladi. Plan bo'yicha bu yozgi oshxona boshqa maqsadda foydalansa ham bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda yana bizni kutib oladi 3.5 metrga, men ichini aytyapman do'stlar, mana bu devorni qiridan bu devorni qirigacha 3.5 metrga 8.5 metr bo'lgan zal kutib olmoqda bu yerda bizni. Mana bu yerdan перегородка bo'ladi, ya'ni mana bu devor bo'lib bekilib ketadi. Ikkiga mana bu joyga televizor qanaqadir pristavka qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana bu yerda ham 4 metrga, ichi 3.5 metr bo'lgan yana bitta kichkina alohida xona mavjud.
Xo'p. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerga katta rom uchun mo'ljallangan joy tashlab ketilgan. Ikki yon tomoni ochiladi, o'rtasini oyna qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana bu uyimizni mana bu tomondan ko'rinish. Xo'p, hurmatli do'stlar, ko'rdinglar, 8,5 metrga 3,5 metrlik zalimiz mavjud. Bu yerda o'tirib choy poy ichsa ham bo'laveradi. Endi biz mana bu yerda o'zi aslida devor bo'ladi. Biz devor yo'qligi uchun bu tomonga qarab chiqamiz. Mana bu burchakda yana bitta spalniy xona, 6 metrga 3,5 metr bo'lgan spalniy. Mana bu tomondan xo'p, portiya qilib chiqib ketilgan. Mana do'stlar. Va mana bu yerda ham perixoshkamiz mavjud. Mana bu yerda devor bo'lgandan keyin bu yerda 80 santimetrlik joy oshib qoladi. Mana shu joyga patinka qo'yadigan yoki shkaf qilsa bo'ladi bemalol. Bu tomon spalniy, mana bu tomon esa detskiy xona, 5 metrga 3,5 metr bo'lgan. Detskiy xona qilsa ham bo'ladi, boshqa maqsadda ham foydalansa bo'ladi. Xo'p, endi do'stlar, bu tomonga qarab chiqamiz. Aytib o'tganimdek video boshida bu ikkinchi perixoshkamiz, bu asosiy perixoshka bo'lsa, bu tomondan kirsa ham bo'ladi, narigi tomondan kirsa ham bo'ladi. Bu yerda xohlovchilar uchun mana bu yerga alohida yana eshik qilib qo'ysa ham bo'ladi, yoki bo'lmasam pergorodka qilib devor urib qo'ysa ham bo'ladi. Shunda mana bu tomon alohida hisoblanib qoladi.